Assalomu alaykum, qadrli Farvoz aka ukalar. Hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Ro'zalarni qiynalmay tutyapsizlarmi? Ishdan kelsam, 4 tushayotgan ekan, ikkita pastda, ikkita tepada. Ikkita moda bular. Bittasi qizil kalsovni xotini, bittasi hali ushadigan narammi xotini. Chiqib ketgan ekan. Durbinni oqtarib ham topolmadim. Rosa qaradim birinchi. Endi tashadi hozir. 10 minut, 15 minutda og'iz ochar bo'ladi. Mana kattalar. Hali mishiqchani ham ushlab berdim mana. Ko'rsataymi mishiqchani? Kallasi qiyshiqchani mana mishiqcha. Bugun yo'qotib kelaman buni ham hali. Ozor bergim kelmadi. Yana bittasi mana u nardi xotini edi. Ular ikkovi ham chuqur o'zi. Qopqonlarim ham hashayat toshib o'xshatishyapti rosa joyida. Tuxum qo'yib oladi xudo xolasa. Mishiqni ham qo'limda ushlab oldim, hozir quyilab yurib orqasidan. Kaptarlar gap yo'q ko'tarilgan ekan. Yo'q bo'lib yurgan ekan o'zi ham bor-ku. Qizil kalsov bilan ko'k moda pastraqda yurgan ekan. Bu ikkita bashi tevada ekan. O'zi asha yonida tushayotgan bitta moda o'zali yozlarda 50 gradus, 45 gradus issiqlarda ham 7 soat, 8 soatlab uchib tushardi. Parashoyda otini so'rayapsizlar aka ukalar. Parashoyda oti ikki komponentli dori desa ham bo'ladi. Bilmadim endi Battevet aptekalarda bormi yo'qmi bilmadim. Men o'rtog'im Germaniyada ishlaydi. O'sha yerdan jo'natadi qisqasi menga. O'sha yerdan keladi xullas. Buni ko'pchilik tushunmaydi. Ikki xil dorini gramiga to'g'rilab 1 milligrammdan qilib qo'shiladi, shunda ta'sir qiladi. Bittasini o'zi ham ta'sir qilmaydi. Kaptarni uzog'i tushishi ham shundan sog'lom turgan narsa uchadi, dihaniyalarni ochadi, nafas yo'llarini ochadi kaptarlarda. Keyin uchadi kaptar. Kaptarlar bezitib berdi, harom mishiq mana. Zato ushlab oldim, yo'qotib kelaman bugun endi. Kuni kech paytdali qo'ndoqda qolib ketgan kuni ham xuddi ashi mishiqcha svetni yoqib dom beryapsam, shuni yurib kelib ushalmadi xolos. Men shustraylik qilib haydab bordim. Yonimda tashadi boru o'sha kuni ham. Yaxshi devaliydi, hali ham shomdan keyin ushadi xudo xolasa bular. Aka ukalar sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Charchamanglar.